Assalomu alaykum. Mana yangi beshigimiz tayyor bo'ldi. Buni bir qator tushuntirib o'taman. Materiali sasna yog'ochda tayyor bo'lgan. Yasalishlari sasna yog'och, Turkiya mahsuloti, gruntовка, tillosi ham Turkiyaniki, suvda chiqmaydi, narxida ham chiqmaydi. Beshiklarimiz yasalishlari Yoppasaray deyiladi nomi. Bitta tushgan, bu yerlarini aytadi Yoppasaray deb. Yonboshi gullik, bitta butun qilingan. Eng hozirgi trenddagi zamonaviy beshigimiz. Sasna yog'och, sasnani afzalliklari, xudo xolasa, qurt degan narsa tushmaydi bularga. Yo'rg'asiga kelsak, asosiysi shu yo'rg'asi bo'ladi. Tebranganda oshiqcha chiqarib qo'yganmiz, ketib qolmaydi. Beshigimizni tebranishlari yaxshi tebranadi.